Aniq bilaman, Deepal S09 ni bunaqa rangini hali ko'rmagansiz. S09 Ultra Plus, ya'ni eng full pozitsiyasi hamda max pozitsiyalari haqida obunachilarimizga batafsil ma'lumotlar berib o'tganmiz. Bugungi videomizda esa Ultra Plus hamda max pozitsiyalarining o'rtasidagi Ultra modeli haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Ushbu modelimizning ko'zga tashlanadigan yaqqol jihati bu uning rangida. Ko'rib turganingizdek, avtomobilimiz kumush rangda. Ushbu rang avtomobilimizga o'zgacha chiroy bag'ishlab turibdi. Avvalgi videolarimizda ta'kidlab o'tganimizdek, S09 Ultra Plus eng full pozitsiyasida 4 ta balon tortadi, ya'ni polniy prividniy bo'ladi, hamda 21-o'lchamli Michelin diskalar va lidar bilan jihozlangan bo'ladi. Ultra pozitsiyamizda ham xuddi Ultra Plus kabi 4 ta balon tortadi, polniy prividniy hisoblanadi. Ammo undan asosiy farqi, ushbu avtomobilimizda 20-o'lchamli diskalar bilan jihozlangan bo'ladi hamda lidari mavjud bo'lmaydi. Yuqorida sanab o'tilgan farqlardan tashqari boshqa hech qanaqa farqi yo'q. Komforti jihatidan Ultra Plus bilan bir xil. Xarid qilish shartlari hamda to'lov usullari haqida bilmoqchi bo'lsangiz, pastda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki avtosalonimizga tashrif buyuring.